Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Jon Buhannoning ovozli hujjatiga Sharq Turkistonning ahvolini anglatdi. Xitoy irqiy qirg'inchilikning usullarini orttirmoqda. Urumchidagi bir o'ltiraq rayonda o't ofati yuz bergan. Yevropa ittifoqi Xitoy amaldorlariga qarata jazoni yangilaydi ekan. Xitoyning Xanan o'lkasida ishchilar isyon ko'targan. Xitoylar tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi 22 noyabr kuni Jon Buhannoning ovozli hujjatiga Sharq Turkistonning ahvolini anglatdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi raqamli ovoz hujjati programmasining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkiston xalqining 1949 yilning oxiri Xitoy tajovuzchilari ishg'ol qilishdan ilgari 1933 yili Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurganligini, Cumhuriyet ag'darilgandan keyin tajovuzchiga qarshi izchil kurash qilib, 10 yildan keyin, ya'ni 1944 yili Sharq Turkiston Cumhuriyetini asliga keltirib, ikkinchi qatimliq Cumhuriyetni e'lon qilganligini, 1949 yili Sharq Turkistonni Xitoy Kompartiyasi ishg'ol qilgandan keyin mustamlika qilib, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib kelganligini, bo'libmi 2014 yili Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin milliy gullanish, birlik Xitoy millati siyosatini yo'lga qo'yib, irqiy qirg'inchilikni texmi kuchaytirib, chet elni ziyorat qilgan, 3 baladan ortiq farzand ko'rgan aholilarni va e'tiqodchi ommani o'z ichiga olgan 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni tutqun qilib, jazo lagerlari va turmalarga qamaganligini, jazo lagerlari va turmalardagi mingni yuyish, tug'mas qilib o'tish, bosqinchilik qilish, organlarini sug'urib olishdek dahshatlik bostirish usullarini, jazo lagerlarining atrofida jasad ko'ydirish o'choqlarining selinganligini, organ to'sh uchun jazo lageridan aeroplan stansiyasiga boradigan maxsus yo'l yasalganligini, 2014 yili irqiy qirg'inchilik boshlangan dastlabki vaqtlarda Xitoy organ to'sh sanoatining har yili 40 mingdan ortiq organni to'shiganligini, 2020 yilga kelganda to'shiladigan organning 100 mingdan ortganligini, jazo lagerlarining sirtidagi Xitoy bilan majburiy to'y qildirish, bolalarni oilasidan ayirib etib, davlatning yotoqliq maktablari yoki darultamlarga so'lab qo'yish va boshqa bostirish usullarini o'z ichiga olgan Amerika boshliq G'arbdagi ba'zi davlat hukumatlari va parlamentlarning irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan inson qalbidan chiqqan vahshiyliklarni anglatish bilan birga, ommaning so'ragan savollariga javob berib, Xitoy Kompartiyasining G'arbga qarshi 1921 yili Sovet sotsializmini qabul qilgandan keyin dinni cheklaganligini, Sharq Turkiston Xitoyning taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan mo'l neft boyligi va turli yer osti boyliqlarga ega bo'lganlikdan Xitoyning Sharq Turkistonni qo'ldan berishni xohlamaydiganligini, shu sababdan irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini anglatdi. Sharq Turkistonda tajovuzchi Xitoyning irqiy qirg'inchiligining usullari kundan kunga ko'p xillashib bormoqda. Ijtimoiy axborotda tarqalayotgan so'zlardan ma'lum bo'ldiki, 24 noyabr kuni shu joy vaqti 19dan 49 minut o'tganda Urumchining Tangirtog' rayoni Jishangyuan o'ltiraq rayonida o't ofati yuz bergan. 15-qavatdagi bir oilaning hujrasidagi qisturma taxtasidan o't yonib, uyga o't ketgan. O't 17-qavatgacha tutashgan. Istitak 21-qavatgacha ko'tarilgan. Ba'zi sinlardan 10 nafar kishining hayotidan ayrilganligi, 9 nafarining og'ir yaralanganligi ma'lum bo'lgan bo'lsa, ba'zi uchurlardan 41 nafar kishining hayotidan ayrilganligi, 71 nafardan ortiq kishining yaralanganligi, o't o'chirish xodimlarining suvni o'tga chachmay, o'tdan uzoqlashtirib, havoga chachganligi ma'lum bo'lgan. Yana ba'zi sinlardan qonunda o't o'chirish mashinalarining 5 kilometr yo'l yuradiganligi va 5 minut ichida o't ketgan naq maydonga kelib bo'lishi kerakligi belgilanganligi. Ammo buning ijro qilinmaganligi, voqea yuz bergan joyga vaqtida yetib kelinganligi ma'lum bo'lgan. Yana ba'zi ko'rinishlardan ofatga uchraganlarni qutqizishga kelganlarning ba'zilarini qutqizganligi, o'zlarining og'ir yaralanib doktorxonada yetib qolganligi ma'lum bo'lgan. Ba'zilarning o't ofatiga uchraganlarga uy yordam qilish to'g'risidagi e'lonlarmi to'rda tarqalgan. Yana ba'zi sinlardan binolardagi o'tdan mudofialanish eshiklari hukumat tarafidan birdek taqib etilganligi ma'lum bo'lgan. Yevropa ittifoqi 2019 yildan buyon Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsanchiligiga chetishliq bo'lgan Xitoyning 4 yuqori darajalik amaldori va bir o'rniga jazo yurgizgan edi.
PL xabar torining 24 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Sharq Turkistonning vaziyatida o'zgarish bo'lmaganlikdan Yevropa Ittifoqi jazoni uzartirgan. Yevropa Ittifoqining Koreper 2 komiteti 11 ayning 30 kuni jazoni muzokara qilgan. Ondan 5 dekabr kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning ministrlar yig'inida tasdiqlanadi ekan. Jazolangan 4 nafar Xitoy amaldori bo'lsa, atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin raisi Jo Haylun, Tibet Kompartiyasining sekretari, ilgirki atalmish Şinjan siyosiy va qonun ishlari komitetining boshlig'i Wang Junjing, atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik siyosiy va qonun ishlari komitetining katibi Wang Mingshan va atalmish Şinjan jamoat xavfsizlik idorasining boshlig'i Chen Mingo bo'lib, bu jazo tadbirlari tunji qatim e'lon qilinganda Xitoy dərhal bununğa qarşı hərəkət etib, akademiklar, siyasiyonlar və əməldorlarni o'z ichiga olgan 10 Yevropalik shaxs və 4 o'ringa jazo bergan. Jazo berilgan o'rin atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish harbiy atriti, jamoat xavfsizlik idorasi bo'lib, Yevropa Ittifoqi kishilik huquqni og'ir darajada dafsandichilikka uchirtish, bo'libmi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni keng ko'lamda xohlagancha tutib turish va nachar muomala qilishga mas'ul bo'lgan deb aybladi. Yevropa Ittifoqi diplomatlari yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dokladini ko'rsatib turib, Xitoy hukumatining harakati xalqaro jinoyatlarni bo'libmi, insoniyatga qarshi jinoyatlarni tashkil qilishi mumkin dedi. Dokladda 4 nafar Xitoy amaldori Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni nishon qilgan keng ko'lamli kuzatish, tutib turish va atalmish tarbiyalash harakatining ijodchilari deyildi. Yevropa Ittifoqining Xitoyga qaratgan bu jazosi 1989 yildagi Tiananmen voqeasidan keyingi qurol-yarog' cheklishidan buyon tunji qatimliq muhim cheklash tadbiridan iborat ekan. İjtimoiy axborotda tarqalayotgan sonlardan ma'lum bo'ldiki, Xitoyning Xanan o'lkasida ishchilar isyon ko'targan. Xanan o'lkasi Jingzhou shahrining 100 mingga yaqin Fushigang ishchilari zavodga, yotoqlarga qamal qilinish, maoshni ololmaslikdek ahvol ostida qolganlikdan 23 noyabr kuni isyon ko'tarib, Xitoyning 30 ming saqchi harbiy qismi bilan elishgan. Saqchi va askarlar tok kaltiki, qalqon, yuqori bosimliq suv tapanchasi qatorliq uskunlar bilan isyonni bostirishga tirishgan bo'lsa-mu, ishchilar tosh, o't o'chirish asbobi qatorliq vositalar bilan qarshilik ko'rsatgan. Eng dastlabda 300 ming nafar, keyin 200 ming nafar, oxirida 100 ming nafar ishchi armiya saqchi qism bilan elishgan. Isyonni bostirish uchun Fushiganga avval 9 ming qurolli saqchi kirgan. Keyin 30 ming alayda qism kirgan. Loyangdan 20 cho'ng mashinada harbiy askari qism yo'tkalgan. Isyonchilar Xanandan chiqib, barliq to'salg'ularni bosib, Xitoyning har qaysi joylariga qochgan. Naq maydonga biror televiziya stansiyasining muxbirimi kelmagan. Fushigang bo'lsa, Xunhay guruhining Xitoydagi eng cho'ng olma markalik telefon ishlab chiqarish liniyasi bo'lib, Xitoydagi, balki dunyodagi eng cho'ng olma ishlab chiqarish zavodi Jingzhouda ekan. O'zimizga ega chiqmasak va ko'ngil bo'lmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizden ilgida qo'rqayotgan dushmandan biz asla qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta-qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyer. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.